Assalomu alaykum aziz do'stlar. Va nihoyat YouTube'dan 100 ming obunachi uchun kumush knopka kelgan videolarda. Buni videoga olmaydi bo'ldi. Buni ochaydi. Ko'pchilik so'rayapti, lekin kommentarlarda aka knopkangiz qachon keladi? Knopka beramiz sizga. Yo'qmi deb knopka bugun keldi. Adashmasam 10 kunlar vaqt ketdi bu knopka kelishga ham. Men ochaman. Montaj qilayotganda kessin, albatta qalasan. Montaj. Mana shu knopka. Buni bu kartochkasi bor ekan. Congratulations. Tabriklayman deydi Rik. Rik degan odam jo'rab. Birinchi obunachingni istaysizmi deydi. Da o'zim o'zim bosdim. O'zim bosdim. Ikki tuproqim bor ekan. Nima sekin bor. Men bu og'ir narsa deb o'yladim o'zim aslida. Bilsizmi? Ko'ryapti, olib qo'yadigan. Bu og'ir, haqiqiy bir kumush bo'lsa kerak deb o'ylayman. Yo bu tasmasa qutiga o'xshaydi. Mana bu ichidagi kumush bo'lsa kerak-da, yaltirajay. Yana bor. Anasını bu recognize your team. İşte bu mana knopkani yasaganlardaki kim mana? Buni nima bilmayman lekin. 2 gram. Sasmaslik uchun. Shu bo'ldi. Rahmat hammaga obuna bo'lganlar uchun 100 ming ta obunachi yetishimga barcha obunachilar sizlarning katta hissalaring bor. Kanalimga, Telegram kanallarimga, Instagramga, YouTube'imga barchasiga obuna bo'layotganlaring uchun sizlarga kattakon rahmat. Bundan men juda ham xursandman, o'zim juda ham faxrlanyapman va kelgusida ham bir-biridan qiziqarli, bir-biridan ajoyib bo'lgan videolarni yana chiqarishga harakat qilaveramiz, o'rganaveramiz. Katta rahmat men bilan birga bo'lganligingiz uchun. Deyish kerak edi menimcha, to'g'rimi? Rahmat hammaga.